Aka tinchlikmi? Boshim qotdi. Ertaga to'yim. Hali hech nimam tayyor emas. O'rtoqlarimga aytdim, sado chiqmadi. Aka, adamni qariyalar uydan qaytaraylik. Hali ham kech emas. Adam siz uchun. Adam biz uchun qancha mehnat qildilar. Biz uchun ishlab, ko'zlarini nuri ketdi. Biz katta bo'lganimizcha meni ishlaqmadilar. Sizni uylantiraman deb tinimsiz harakat qilardilar. Alo. Sizga yaxshi atada bor ekan deyishdim. Sen zakaz qilmoqchi edim. Hozir. Menga atir kerak edi. Bo'ladi. Eng yaxshi, eng qimmatdan bering. Assortimentlarimiz ko'p, ko'rib yoqqanini tanlab olsangiz bo'ladi. O'g'lim to'y bo'lyapti. O'g'lim bilan kelinimga eng yaxshi, eng qimmatdan. Men sizga bu atirni maslahat beraman. O'g'limga savolsam bo'ladigan bo'ldi. Sizga rahmat. Otam hatto o'zlariga na bir tufli, na bir atir olmagan ekanlar. Siz bo'lsa barodamni qariyalar uyiga tashlab ketdingiz. Odamlarni hozir qaytaraman. To'xtang. Adam o'zim bilan olib keldim. O'g'lim, to'ying muborak bo'lsin. Mana Bazen yani derinden